Mana salom. Bu videoda haligi videoda ikkinchi qismini olamiz. Uzr ovozsiz chiqib qoldi. O'qiyotganda. Qani jigarrang do'stlar. Sizlarmi? Yo'qmi? Demadimroq. Sizda bormi? Jigarrang do'stlar. Qani? Jigarrang do'stlar. Ana sizda bor ekan. Menga tashing. Hozir ketyapti. Tashing. Bir saat tashing. Bo'ladi. Tutto bustayım. Let's go. Biz tosh qazib kelaymi? Давайте. Tosham kerak qoladi. Çırak. Mana menda bor ikkita. Belki bittasini Ekeceğiz. Tomni ham yarimtadan qilamizmi? Ha. Qancha bo'lsa ham shunda deb. Nimalik erkes? Tosh. Yana bitta narsani aytishimdan chiqib qolibdi. Faqat biz give bilan tit ishlata olamiz. Faqat give. Do'stlarni ham bu narsani anaqa qilib ola olamiz. Nimada? Cheat yozib. Agar sizlarga ham cheat yozish kerak bo'lsa, alohida bitta video chiqaraman. Cheat yozish kimga kerak bo'lsa, kommentariyga yozib qo'ying. O'ziga bitta video tashlaymiz. Menda bir stak bo'ldi. Nima? Kerakmi tosh? Tosh kerak emas. Menga hozir. Bu jigardan. Uyimizga narsalar topib keling. Betatganim. Ha. İçige. Bo'lmasam. Kravat kerak. Ikkita kravat tuzib kelaman. Qanaqa rangidan? Любойте. Qanaqa ranglar bor? Ikkalamizga ham bir xil edi. Davay men ham ketdim. Ikkita olov rangdan yig'ishgan. Olov rang topdingmi ikkita? Ha, yo bitta. Sen bitta olov rang toping, bir xil bo'lamiz. Davay. Boshqa rang bo'lsa ham bo'ladi. Mana olov rang maydi. Men ham topdim. Akitdi, Go. Uyga qo'yamiz. Qo'ydingizmi? Yo'q. Qayerga qo'yishingizga deyam bor meni. Qayerga qo'yishga o'ylaganmi? Qayerqa? Ashaqqa просто olib qo'ying. Siz tarafga uzunroq ekan mana ola taraf. Sizlarning tarafga qo'ying. Nega? Menga, mana. Men to'g'rimda. Mana urib turgan joyga. Ashakka, davay. Ay. Men bermang. Kravatni ham qo'yamasizmi? Bu joyga qo'ying, men o'zim olaman. Bo'ldi. Sunduk bormi? Sunduk yo'q-a? Yasayman xolos. Ha? Ketdim men verstagi oldi. Men ham verstagi oldim, sunduk. Hop. 4 ta sunduk yasadim, 6 ta yasadim. Men hozir Non? Menga temir kerak. Temir ham qaziymiz. Bu yerda. Ovoz yozilyaptimi? Hoppa. Bo'ldi. Farqi yo'q, kim qayerqa bo'lsa ham sandiqlar qilib qo'yim xolos. Давайте mana shu fermani ham o'zimizga qilib hayvonlab kiramiz. Somoningiz bormi? Ayoda ishlab oldim nonda. Voy. Kartoshkani Topyappa. somon bermayapti lekin. Somon yo'q. Qayerda? Bitta. Qayerda bor ekan? Menda bitta somon. Bu bitta tashi. Qayerda? Mana men oldimda somonlar. Ketdim. Somonlar topyapti. Bir dona yetadi hayvonlardan. İşte. Davay tashi. Men keldim. Hop o'zing ber. Keldim. Men ketdim. Ketdim. Ikkala parkour kerak. Uxlaymiz uyda. Rostan kravat bor-ku. Davay chit yozib qo'yamiz. Ketdik.
Eshik qo'yish kerak-ku axir. Ha, qo'yamiz. Uxlamayapman. Men yotyapsiz. Ha, farqi yo'q. Men o'zimga uxlab qolarman. Nima uxlamayapti ana. Hali etdik. Uxladingizmi? Men ham uxladim bo'ldi. Go. Ketdi. Uchta tomonim bor edi. Tashing. Men kerak ular. Men qo'yib kiraman fermaga. Tovuq qo'y. Shu ferma endi bizniki. Buni buchalarini to'sish kerak. To'silgani hamma tomon. Ichida o'tlar yo'q qilish kerak. Yo'q, nima bo'ldi? Kirib berma. Ha, o'tgan videoda portlatildi. Kim o'tgan videoda ko'rmagan bo'lsa, o'tib ko'rib olsin. Mashina, bitta avval mashina anaqa chiqqan shu video. Bu kim qishlog'i degan bo'lsanglar, Gamer Imronning qishlog'i. Meni qishlog'im bo'ladi keyingi videoda. Bu videoda qishloq topamiz. Yo'q, yangi qishloq topamiz. Keyingi video meni qishlog'im bo'ladi. O'zi bu videoda maqsadimiz Narmanni yuqilishida. Quryapmiz hozircha. Yana kattalashtirib bu qismda juda ko'p narsalar qilamiz. Hozir men qo'ymay tovuq farqi yo'q menga. Qayerdan eshik bo'lish kerak demasini. Mana. Luboy uydan sug'urib ketavering. Qo'y yoki tovuq ko'rmasmi? Savan kam bo'ladi. Men oddiy biyomga qo'y topdim bitta. Mol degani. Olib kelyapman bitta mol. Kelaveraman bolam. Ha, mana somon yo'q. qo'limda somongada. Qayerda somon bor ekan? Metta. Ko'rmabman. Men ham ko'rmabman nima? Yetimmi? Ve ishlatib olmay mollarni ko'paytirish kerak bo'ladi. Ishlatma, o'zimda 30 ta non bor. Bu men ikkita qo'yib kelyapman o'sha. Qanaqalar ikkitaman, nima somonlarga. Men fermaga yapga bo'ldim o'sha. Bu bitta qo'yan topdim. Kerak. Aqllilar kirish. Kir bitta. Bitta mol olib kirdim. Mol qolganlar 90 ta somon. 90 ta? Nima? Olib kirish bormi olardi? Ana. Mana men aytaman. 26 ta bor, kel. Sekin itari orqada. Kirasan. Kiring ichkariga. Sekin itaraman men hozir. Siz ichkarida somon tushib turing. U yoqqa qarang endi. To'g'riga qarab turing. Davay, olib kiraman endi. Va urma. Men urmayapman, men qimirlabasam turibman. Kir endi. Eshigini sindirib turamiz. Qo'l kir endi. Uzdim sen kirasan deb. Kir. Eshik yopaman. Yana chiqib eshik yopaman deb chiqadi. Olib kiring. Hammasini. Hammasini qarab turibman. Buni eshik yopi. Bitta chiqib ketdi. Qo'y. Somonni oling mana qo'yga. Bu qochib ketdi, habobdi. Shartmas endi qo'y. Nima ikkala qo'chqarlar turibdi. Bering narsa bering ikkoviga. Nima beradi? Somonda. Qaqil beradi. Endi biz orqamizdan Yo'q, endi qarang. Hozir bola tug'ishadi. Endi bolasi bo'ladi. Men beraman. Pul tugadimi endi somon? Endi bo'ladi. Somon bering. Bitta 25 ta. Dicha bering. 25 tani bering-chi bo'lmasa. Bo'ladi. Somon kerak, siz nima qilsiz qilolmi? Siz mana shu qo'ylarni ko'paytirib turing. Men hozir yana qo'y yoki anaqa topib kelaman. Qo'yga. Mol. Qo'y ovqat beraymi? Molga-di. Mate Tovuq yoki mol istayapman. Cho'chqa topib oldim. Kerak emas cho'chqa. mana qanaqa qilib beradi? Men jon ovqat yemaganimga sekin. Bu bo'ldi yemaydi endi. Kichkinasiga bering. Ana berdim. Men hozir yana qayerdandir hayvonlar olib kelganlari. Endi bu katta ham ikkita berdim.
To'proq beraring katta yemaguncha. O men qo'ylar topdim. Kimdir Ikkita. Ikkita qora bilan bitta. Hop. Men qo'yib ketyapman. O bitta molam endi. 3 ta hayvon ketyapti. Kattang ya bu ana. Ajjoningni. Mola endi kelishmayapti. Iyi bo'lish. Bo'ladi. İp bironta ip. Yerda. Hammasi men bilan yuribdi. Men moralar kelishmayapti. Mo'g'lim. Suvga yo'l qurish kerak men ularga. Chanqasanmi? Yo'q, olib o'tishga. İp yo'q ekan-ku. Men chiqib turaveraymi 5 minutga? Ha, men oldimga keling, qurishib oling yo'l. Qoch. Addi Yo'q. Ketdik qansiz. Men aytaman, keling. Aytasiz. Qani, to'xtang. Qarab qo'ying bitta tepaga. Qishloqqani, mana. Qishloqda boshqa tomonga yo'l qilyapti ekan. Hayvonlar ketib qolmanglar. Davay yo'l quraman oralga siz. Men ularni bitta joyga jamlab turaman. Siz oldingizgami? Ha, men oldimga qarab yo'l quring. Ana qo'y hayvonlar kelsin. Meni hozircha menda ashimcha bor taxta. Yo'q quring, men oldimga. Bir qavat emas, ikki qavatga quring. Nima o'tirmayapti? O'tirib. Ha, bosib tursangiz o'tiriladi. Endi qanaqa qilib qo'yaman? O'tirmay qilib qo'yaring. Yoki siz molar somon bilan qarab turing, siz keling, men quraman yo'lda. Men molarni ushlab turibman. Hozir men boraman. Keling men oldimga. Yoki bironta molarlar ketib qoladi. Tovuq ham topdim bitta. Boringsiz. Siz qarab turing, men yo'lda qurib turaman. Va urmang. Men urmadim o'zim. Mashan qilib ushlab turish kerak-da. Kelib. Damas tursam. Men mashina qilib bitirasam bo'ladi. Maskazmi? Taxtam kam. İçimde. Yo'q. Qolgan taxtam ichimda ekan. Nimaga olaman? Ha, bo'ldi. Yo'q, zombi. Zombi. Bo'ldimi? Uraman. Tamam. Yetib keladi. O'zi qarab. Endi momasami? Har videoda skin almashtiryapmizmi? Aytda bosh kerak endi bu qo'ylar. Yo'l bilan olib boramizda. Suv ham kerak, chanqasini qilib. Ichida suv bor edi-yu. Ashaytda. Elektron narsa yediradigan yassa bo'lmaydimi? Ketdik, yuring, olib boring. Siz qo'ylarni olib boring, men bitta tovuqlar topaman. Bu yerda. Men yana bir qo'y topdim. Qo'ydim to'xtay. Qo'y deyman beradi. Tovuq. Ha, xalaqit beryaptimi sizga? Yo, chiqmaydi tepaga, hozir chiqmayapti. Sekin o'tkazing, hayvonlar. Mana men. Chiqing. Yo, Imron men siz tomonga qarayapti. O'zingiz ekan. Sekin o'tyapman. Moralar tushib ketishdi, bola faqirlar. Bo'lsin. Qo'yda etlab bo'lsin. Olib ketaylik. Taqo'yda o'ynab topganmi? Qishloqda hali fermamizga. Qani? Qishloqqa borib topiladi. Men bitta hayvonlarni ushlab turibman. Hozir mana siz suvda qolib ketdi. Bu qamoqmi? Yo,
Şu hammasi endi. Sumkalasi. Mas qora qo'ydi. Men mollar ikkita olib kelyapman, bitta mol, bitta qo'y. Mabi tezroq bo'ling. Olib kelib turavering. Maqal qo'ying. Qayerga? Ertalab qo'y. Ko'rdim hozir. Obor. Sizga sakramayapsizlar. Mana Topsizmi? bitta. Men oldimdagilar, men yo'qoldim, olib ketaymi bitta. Nima? Mashina olib ketaman. Kemin bittami? Mayli. Yoqaman endi. Yaxshi-yu. Bitta bo'lsa ham topaman. Keling, margaysiz. Ha, men mo'ykovni olib ketyapman. O'zani kelmadi. Qani qamash kerak demaydi e'tibor. Qochib ketmasin-da. Mo'ra qochib ketsa, Ha, men ketyapman oldin. Bu yana men ham topdim. ha, ana. Tog'am bundan qochdi. Endi eshik kim ochadi? Ashnaqsi bo'ladi. Boshqa sanqosa bo'ladi. Endi Mo'lam. eshik yoping siz. Men eshikni ochib kelmay. Qoch. Mana ipga baylaganmi, sekin kelyapti ular. Qoching. Ana. Ipni tushunadi qo'ramiz. Ve ipini buzda tushadi. Buzda emas, qo'ramiz. Asabni margat qilyapti. Qani endi. Ona hayvonlar nereye qolib ketib turib, eshikni sekin oching. Mo'ralarni olib kelib olaymi? Olib keting onalarni. Otish kerak. Bo'ling. Olib kiraman. Bo'ling, olib kelib eshik. Biron joyga uring. Kiryapman. Baylangan kirmayapti. Kir, ikkitamni sakrab qo'ying. Kir. Biron joyga uring. Bo'ldi, yo'q. Eshik bo'ldi. Endi ulardan qutuldik. Endi hammasiga ovqat bering. Ovqat. Nasıl? Man qo'llarini ochganda Bolasini katta qilaman. Boshqa samon yediryapti. Ulardan go'shtini yeyimizdan olamiz. men ham Bo'ladi, bo'ldi. Bermay bo'ldi. Ketdik. Ketaylik. Bular samon tushamay. Samon tushasiz, bular kelishaveradi. Samon tushadi. Davay eshikni oching, tezda chiqib ketamiz. Va ketamiz. To'g'ri, qo'rqitib, zombi mityapman. Tafilloq, mana bitta bola qo'yib chiqarib yubordingiz mana. Hay, kelinglar, tentaklik qildingda. Bu samolar chiqib ketganmi? Samon bormi? Mo'malarni aslida. Mo'malarni samolarni. Bolalarni. Davay, yuring uyga, ichimizni sal-pal bo'shatamiz. Mana doktor meniki ham bo'lib ketdi, sizniki hammi? Ha. Men ovqat yemasam hozir tez yugurmayapman. Uyga kirib, bo'shatdim. Yuborsam ha, farqi yo'q. Kerosan bitta qilib qaytarib qo'shib qo'ysa bo'larkan. Mana men mana solayotgan sandiqqa siz ham qo'shib qo'ying. Ayo, Davay yana hayvon qilmaymiz endi. ha bitta iplar qolsa ikkalamizda ham. Yo'q, qarangda sizga ip ash kerkalaringiz qolsin, keyin somon bilan uruq qolsin. Qolgan narsani tushib qo'ying, ha. Hali somon. Menda uruq ham bor. Anaqa ham olib kelamiz, tovuq ham. Nonni qo'yib turaylik, qop. Hozir. Bo'ldi mana. Kirdim. Narsani topib oldingizmi siz? Ha, faqat siz aytganlar qoldi. 55 ta bo'lgan qoldi. Negadir kerak bo'lib qoladi. Ha, uruq. Ketga hayvon. Men juda ovqat. To'xtab turasiz. Margay. Davay, men boshqa Olib kelyapman. men boshqa anaqadan hayvon topib kelaman. Kerak emas, cho'chqa. Cho'chqani olmang. Tovuqchi. Tovuq olamiz. Men oldimniki. Men ketyapman. Ketyapman. O'zimni
O'zimni bitta qo'yib kelib. Men suvga tushib qoldim. Joker tuzog'iga tushganda. Ketdi. O'z sindir. Ketdi mana qo'yib olib ketyapman. O'zim qanaqadir. Hozir ketyapman. Tovuq olib ketaman. Men urug'i bor. Tovuq bo'lsa. Ha, ashitdi ikkita tovuqni ketib qolmagan bo'lsa. Bitta oldingiz ham. Mana qo'yib olib Va kelyapman. bitta tovuq topdim. Ha, ashlarda. Ha, men ham bitta mashina tovuq bo'lgan. Va bitta qo'y, bitta molani topdim. Va bolasi ham bor ekan. Katta qo'y. Ayasini oldidan yuraveradi. Yo'q, Dadasini kimnisini. ba'zi yuraveradi. Ana bitta molni ham topib olay. Kelish. İpimiz uzun. Qochma bo'ladi. Oba. Opa. Kerak. Qo'ylar. Mana. Ketdim. Men hayvonlarni olib kelyapman yana. Chiqishsan. Chiqmay qaramlar. Ha, bo'pti, men ikkita qo'yib kelyapman yana. İpimiz uzun. Qo'ylar chiqib ketyapti. Yoping. Yopishdi odisi yo'q. Men yugurib ketyapman. Bo'ling. Bolalar qaramayapman, kelsin, bo'lmasa kelmayapti. Voy. Alloh ey. Yopdingizmi? Ha. Bireplab yopib oldim. İki kere. Güzel. Tushdimi? Nima? Olmadim. Olib ketyapman men ikkita hayvon. Ikkita qo'y. Mana, Vo. chiqib ketishga asal joyi yo'q. Давайте. Kirishga deng. Chiqib ketishga ham kirishga ham asal joyi. Hozir men ularni olib ketyapman. Metdan bitta yo'l qilib qo'yaylik. Chiqiblar. Chiqib ketaveramiz. Aytdan faqat qo'ylarni olib kiramiz. Mollar qochib ketmasinmi yo'lingizdan? Mana kichkina molni ham. Qochishyapti. Hayır, aytdim-ku men qochishmasin deb. Voy, endi qamang rombe. Hammasi men oldimga kelishyapti. Bo'ldi. Men mana shu somonimni olaysizmi? Ketdi. Abdiring. Beksin. Yo'q, men hozir mollar qochib ketishadi. Sekin qafasni oching. Qafasni ochib mana yo'l to'g'irlang keyin. Kiring onalar. Oching. Aql botar deyman, ketibdi. Shuncha hayvon turibdi bu yerda. Shunaqa bo'lishi sizda yo'q. Masjiddan to'plashdi. Marga bo'ling, men chalg'ityapman hammasini. Hammasini olib kiring. Kiryapman men. Mollar chiqib ketmasa, qarang ichkarida. Ketyapti. Mana ikkita yetimni olib kiryapman. Men kirish. Shunchasini chalg'itib turibman Umarbe. Mo ikkitasini ham chalg'iting men. Sizlar. Mana Ya'ni men oldimga kelsiyapti. mana tashqaridagisi ham kelib oldi-da bilsiz. Hozir men tashqaridagilarni o'ldirib yuboraman, bo'ldi kerak emas. Mana shunchasi yetadi. Biz ushlab turing. Men ushlab turibman. Tashqaridagilarni o'ldiring. Bitta Bo'ldi Umarbe ham endi aytib bekitdim men chalg'itayotganimda. Hamma o'g'lim bekitib tasmi? mana yo'lingiz buzib avval. Bu. Hamma o'g'lim bekitdim. Umarbe nimalar qildi? Bo'ldingmi? Ha, qo'yib yuboring, bo'ldi. Bitiriqlar. Endi sekin chiqib keting. Voh, zo'rg'a. Qoldim. Menga kerak emas qochish. Bloklar. Ancha ko'payib ketgandir. Endi qarab. Mana metdan chiqing, yo'l bor-ku. Mana ochibman. Ochyapman, bo'ling tezda. Ochdim. Chiqing. Ulgurdim. Davay savdogarlardan narba. Ve kamon stulni yasagan ikkita anaqa bormi kukreyer? Yasar. Men non yeb chiqay. Men o'zim kartoshka olib yuribman. Endi anaqa kreyer borku. Kreyer menda yo'q. Sizlar hammasini pastga solasiz.
Kren yeri yok mu? Ketdi. Ben kren yeri isteyemem. To'xtab, versaklar hali ham hoyda turibdimi? Ha, bo'pti. Men ketdim men. Men hayollar olib kelaman. Ha, bo'pti. Bitiksa. Bizga cho'chqa kerak emas, yaxshi. Bitikda hayvon olib kelsangiz yetadi. Voy, tushib ketdim. Qaytki? Maytga, siz ham jo'kka tuzoqqa men tushib ketuvchi. Menda bitta zo'n qoldi aytsam sizga. Baytring. Menda non bor. Menda kartoshka bor. Tovuqatdan oldim. Ashetlarda bitta isimdan bormi? Ashetlarni qarang-da. Ashetlarni ipim ham tashlab ketganman. Men bitta kamonchini stolni yasay. Topolmadim. Birinchi bitta lopatka yasayman. Ketdi. Bunda mana yeydimi? Mana yeydimi? Mana oldimi? Qaysi tovuq mashina yeydi qo'lingizda turgan? Hozir turib. Demak, uni deyotgan men orqamdan ketaveradi. Uy, O'ldim. Ati jonim ko'paytirish. Yaxshi ham uyda turilaman. Marvi, ikkalasi ham kelyapti. Bittasini olib ketsam. Keladi. Endi ikkovsiga ham anaqa bo'lyapti. O'g'ri, mateya. Bo'tam. Yaxshi ham narsam ko'p emasdi. Bitti, ikkalasi bemalol chiqib ketishyapti. Da. Ketdi. Men suvdan anaqa istayapman. Kren yer istayapmanmi? Kamon sotib olganini. Marvi, Ha? mana magnitgani. Yo'q, haligi zajgalka yasayotgan bor-ku, esdan chiqib qoldi. Ha, bu topdim. Faqat ikkita tush kerak menga. Esimdan chiqib o'lib ketdim. Nimadan chiqib? Esimdan chiqib ketdim. Tushmayapti. Havolar tutasiga ikkita tovuq olib ketyapti. Bo'ldi, endi monolarni. Hammasini so'yib yuboramizmi keyinroq? Ha, ovqat yo'q bo'lib kelganda. Hozircha bor ovqat. Pishirib yuboramiz ham. O'ldirib, pishirib yuboramiz. Nima olib keldim? Yana nima deb kelaverasizmi? Marvi oching. Ochdim. Aptiring. Bu ketdi dog'idan. Mana jon kirgani yo'q. Somonni chalib turibman. Bo'lsin. O'ldirib qo'ydim bitta tovuqni. Qolgan tovuq kir. Ketib qolgan bitta tovuq. Ushlang. Eshik yopib, ushlab keling. Eshik yopib bo'ldim. Ketavering, bo'ldi, yetadi shuni. Keling, bo'ling, eshik oching. Ochib kiring. Yoping. O'ldirib qoldi-ya. Endi kirayap tushini. Istabman, metib tutaman. O'zimda ekan bitta ip. Xo'sh. Metda ipim. kirayap tushini istayapman. Qani, marvi qo'ymadingmi? Bilmayman, lekin menda ham bitta ip tushib qolibdi. Bitta kirayap. Nechta sizda? Menda bitta. Menga chiqib qolibdi shekilli. Ayo, ikkita bo'lsa sizda bo'ladi. Men oling mana. Men hozir ishlatmayapman. Oling. O'zim bitta tovuq ko'rdim. Men bitta kirayap tushdi. Ikkinchi kirayap tushmayapti lekin. Nishim bo'lmayapti. Hoppa. Balg'ijon mushuk o'rgatamiz. Yoki suyagiz bo'lsa, lekin iz topish kerak. Bunaqa joyda topishamiz. Ketdim. Ishda bo'li. Bitta bo'ldi. Anaqa yasayman hozirda kamonchini so'rayman. Ishda bo'l. Yo'q, babchi 3 ta bo'lib ketdi anaqa. Ketdi qo'llarimiz bilan. Uchani qavolaman taxta. O'tamiz. Chunki uyga borganimizda vaqt ketib qoladi. Ko'pchilik ishlab qo'yapti. Men 3 ta mol olib kelyapman, Marvi. Davay. 3 ta mol. Men qishloqqa kerak menga qishloqqa. Qishloqqa nimaga? Kamonchi qilaman. Nima kamonchi bo'lasan? Kamonchi bo'lasan? Kamonchi bo'l, kamonchini to'ldirib. Ikkita askar kelyapti.
bittasi quramiz ketib qoldi. Mas. Keligini bulardi. Kamonchi bo'l. Hamma kamonchiga o'xshagan. Luboy hali. Meni ipim Fermer. yarim yo'lda chiqib qoldi. Nimasi? Masenga. Sen bo'lasan. Mate, po'sha. Bu hech qaysinisi bo'lmadi. Marda, men oldimni keling. Nimaga? Hamma qo'yvatchilar durjatyapman. Bitta egar qanday yasalardi esimga chiqib qoldi. Qani? Bitta ot boqib olamiz deyk. Egar qanday yasab turarsiz bilan narsalar qilib turardi. Eshik ochib qoch. Marda, men oldimni yordamingiz kerak. Nimaga qaytasiz? Ko'rdim. Ko'rmaydaman. Nima bo'ldi? Chiqing. Somondan qo'lingizni yo'qoting-da. Endi chiqing. Sekin eshik tagiga keling. To'xtab turing, bolalar. Xo'sh. O'ldirib qo'yma o'zini. Xo'sh. Bo'pti. Hammasini o'ldirib olamiz. Davay bu. Men hayvon emasman agar. Men bo'ldi. Menda ancha ovqat ko'paydi. Nima, becharan baqolmiz. Nima? Endi yana boshda. Yo'q, hayvon bo'ldi, yetib qoladi bizga ovqat. Ketdik, sandiqqa qo'yib chiqaylik. Tepada sandiq bormi? Ha, men sandig'im ham turibdi. Mana egar bitta temir yetishmayapti bizga. Temir bor edi uyda. Uyda bitta meni oshib qolgan kerak emas. Ha? Nima bola, balandga qo'yib qo'yasiz. Nima qilib qo'ygan? Bola endi kerak emas. Sop qo'yib turaring, hozir kerak emas narsa. Men bu egar yasayapman bitta. Hoppa. Endi bitta ot topish kerak. Ot topishsa chotki bo'ladi hamma. Davay, marda. Ot topish bor ya. Uyimizda eshik yo'q bo'lsa ham, zato o'g'limiz bor. Voy. Men ot istayapman. Halol. Men ham istayapman. Ot topsangiz menga ayting. Men mana anaqa tomonga ketyapman. Ot istab. Men ham ketmoqchi edim. Yo, to'tiqush o'rgatgan to'tiqushlar bormi bu yerda? Mana menda manaqadan ikkita bor. Yo, to'tiqush o'rgatganlar shu. Sizga bittasini tashlab bersam, ikkalovidan bittadan o'rgatib olardik. Vo, it topdimmi? Suyagimiz bormi? Hozir uyda qarab kelaman. Bitta mashitlarda yurib turibman men. Mana sizlar chetlarda o'tdik. To'xtab qayoqqa ketdingiz? Ha, men qishloqdan uzoqqa ketmadimmi? Ko'prikdan yuring. Onay. Qarabapman. Marbe qaytasiz. Ha, uzoqqa ketmadimmi? Achitdan faqat to'g'ri yurdingizmi ko'prikdan? Yo, men siz aniq sirlkangizga qarab kelaveraman. Men qaytarligini bilaman itlar. Suv bormi? Deykansiz siz. To'g'rida. Men ot istayapman. Suv ikkalovizga qarab kelaman. Suv bo'lsa, nechta bo'lsa ham olib keling. Mingta bo'lsa ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Qani. Uy, mana meni ipim. Ana. Bo'ldimi, ikkita bo'ldimi? Arla. Vo? Men bo'la. To'xta. Voy, chiqib oldim men. Ular soqin. Gullar to'lqin. O'ta olmasman. Menda bir bola tuxum bor ekan. Endi qanday egardingmi? Ha, qachi nima tuxum edi? Anaqanim tushgan. Endi bu cho'chqani o'ldirsam beradimi? Ish qilib. Hali sizda bor. Egarmi? Yo'q. Suyak o'zida bormi? O'zimni ham qarab ko'rmasdan. Sizda yo'q, menda-chi. Sevgimda yo'q. Egarim berdim. Egarim oldim. Yo'qotgan menda. Hop, men qishloqqa ketdim. Ketishyapti. Uni ertalab qilaman. Bo'pti. Davay, bo'y do'stga olaymi? Giv bilan chatga. Davaymi? Menga farqi yo'q, siz qila oling. Chatdan. Bo'y do'stga bir stak olaymi? Okey. Nechta narsa baqsa bo'ladi? Давайте. Qanaqa yozilardi?
Mashetda polnisini sklad qilamiymizmi? Qanday yozilardi Duboy doska? Taxta qanday yozilardi esingizmi? Yo'qda esimda. Jemasida. Esimda yo'q. Duboy yozilarmidi? Bo'lmas. Unaqa emas, unda chiqmayapti. Esimdan chiqib ketganini qanaqa qilib yozish? Hozir eslayapman men hozir. Eslagunimcha. O'layda jonim qoldi. Hozir. O'tolmayman. Hozir eslayapman. Hozir topib olakeyin videoda qaraman. Bo'ldi, topib oldim. Esladim, endi boshqatdan yozaman. Bo'lmadi, to'g'ridan ketdi. Ilestolishga. Men stolizga boraman. Hudud mag'larga ketaverib, sumonto. Nima edi, hozir esimdan chiqarib qo'ydim. Ha, bo'ldi. Xo'sh. Yostiq. Netta zombilar soni bor ekan. Yo, Duboy doskamayapman. Halis. Anaqa. Ko'chirish blokini olyapman. Nusxa ko'chirish. Men ketdimi? Mana ekib qo'yay. Ha, kreativ dollardi. Kreativ dollardi. Qishloqqa ekib qo'yay, foydamiz tegsin bitta o'zim. Qishlog'ingizgami? O'zingiz qishlog'ingiz. Bitsalar yasang, doim anaqa topaman hozir men. Tosh. Ot topolmadigan. Baliq izyomi? Men ketdim baliq ovlayman anaqada, suvda. Qanaqa qilib? Unda qarmoq kerak yo'q. Yo, o'ldiraman-da. Jinim. Hozir men o'laman. O'ldiramanda o'ldirib ketayim. Daryo to'lqin. Ke. Nechta suv bor? Ke. Qanchadan beri sadimga ketgan. Mashetdan men to'nni qazib ko'rayman. Hech narsam yo'q. Qayerdan? Maydan bitta mushukni keltirdim. Balki hamma joyini topalardim. O'tdi men ketgan cho'kroq. Yo'q, qishlog'imiz qaydan chiqmaydi. U menimcha boshqa yerda. Endi menga baliq kerak. Baliq qayerda bor? Yana bitta suv. Daraxtdan kabi biron narsa. Yo'q, qarmoq yasaymi? Davay qanday yasalar? Esimdan chiqib qoldi. Hali o'rgimchakni o'ldirgandan keyin tushadigan kerak edi, endi nima edi? Unchalik qiyin emas edi. Qarmoq nimalar kerak edi? Ha, bo'ldi, mana vestak topdim. Kerakmi yoki? Nima kerak edi? Esimdan chiqib qoldi. Stepdan. Qani qarmoq. Qani. Hali terashimga o'xshagan narsalar yuzim keyin ko'rinardi. Qanday yasasa esimdan chiqib qoldi. Uyga kirib chiqib bir ikkita narsam bo'laydi. Bormi? Bu bor ekan bunda. Men shu kerak bo'lardi-da. Aniq eslasam. Aniq emas. Eslasam. Talab qilaylik. Talab qilmang, nabarot hozir. Qarangda. Bironta qilichni toshlidan yasab, kech payt jichin hayvon o'rgimchak kerak, hali o'rgimchakdan tushadigan kerak bo'lar. Urushamiz kech payt. To'xtang. Uyga kirib kech payt qiling-da. To'xtang, uyga kiring. Uyga eshik ham qo'yaylik. Eshik topib kelaman. Ha, menda hali bunaqa bor. Keraksiz. Mana 6 ta. Hali bunaqa bor, nima edi? Eshik.
Oltita. Mana Qo'ying uyimizga. Ikkita. tepasiga ikkita blok. To'xtab turingda. Berib turing menga eshiklarni hammasini. Va nima uryapti meni? O'zi bittami jonim qoldi. Tosh qazish kerak. Pechka yasash kerak, ovqatlarni pishirish kerak. Eshikni qo'yib turing. Ashirki. O meni kichkina nima yasayapsiz? Nasıl qattiq yazini qattiq ko'rdi. Ashirtam. Men anaqaman sinda kirkan. Kiring. Hozir. To'xting. Verstak apga ola to'xtab turing, qilmay turing. Hozir keyin keling. Bitta ver. Eshikni solib qo'yib turaman. Eshikni solib qo'yib turing. Eshikdan kelib qolaman. Xaltaning ichi bo'mboshmi? Nima? Xaltaning ichi bo'mbosh. Kiring uyga. Ketdimi? Nima deysiz? Yurdi. Ovqat kerakmi? Yo'q, hali anaqa nima edi? Pechka. Pechkaga yetarli toshim yo'q ekan. Men sandiqlarda toshingiz bormi, obod? Ko'p. Qayerda? Bo'ldi, men bor. Men pech anaqamda bor ekan. Bir stak bor edi. Ha, ko'rdim. Bir stakdan ko'p ekan. Kimda? Ana meni sandig'imda. Men tomondagida. Nechta yasiz? 6 ta yasadim. Men sekin buzib bitta pechkaga joy qilamiz. 6 ta pechkaga bitta. 6 ta pechka sig'adigan joy qo'yish kerak. 8 ta bo'lib ketmadi. Mana. Bo'ldi. Endi ko'miringiz bormi? Ko'mir bor. Shekilli bitta. Bor edi. Siz sandig'ingizda bor. Yo'q ekan. Ha, bu taxta yaqamiz. Taxta yaqamiz bo'ldi. Ko'mir bitta bor ekan. Ko'mir emas u. Anaqa yo'q. Axlasda. Nima bo'lsa? Hech qurum qilaman. Turavering bo'ladi. Cho'chqa go'shti ham bor ekan menda. Hali cho'chqamni oling. Kech payt qiling, men ovqat yeyishim. Ketdimi chiqamiz? To'xtang, qilichmi yasang? Vestayim qaniydi? Men sizni yuzganmi? Men yuzganmi tepasiga qo'ydim. Bunda musulkali halinaqa bor. Qilich bo'lsa bo'ldi, ketdimi? Hozir men tayyorlanib olay. Taporim bor hozircha meni. Hammaga solib qo'yapsizmi? Ha, hozir ovqat yeb olaychi. Qishloqqa nima qilyapsan meni uyimda? Kirib oldimi? Ha, mana Urib soling. Qotib turing. Nima? Yo'qol meni uyimdan. To'xtang, jonimizda. Ve içinizde boşaltın içinizi. Uncha kilsa o'rasa. Ha, bo'pti, tegmay turib içinizni boşaltın. Rostdan bular ham yasab tursin. Bittalab tushguncha. Men jonim to'lish kerak, sekin to'layapti. Endi tepadagi sandiq to'ldi. Pastdagi to'ldimi? Menda tepadagi ham narsa bor, pastdagisida ham. Menda ketdi. Tayyormisiz? Faqat o'rgimchaklarga qarang. Iydir. Boshqasiga qaramang. Kechirasiz. Haqqi bormi? Boshqa hayvonlarga qaramay iloji boricha. O'rgimchak isting. Nima qilib to'g'ri jinni qishloqlar? Bilmaydim. Lekin hech qanaqa hayvon yo'q-ku. Moblar. Uy. Topdim. Bitta mobil. Bitta ot topib oldim men. Lekin creeper. Qani? Faqat menga anaqa kerak. O'rgimchak. Tushadigan anaqa. O'rgimchakda men hozir istayapman. Tushadigan narsasi kerak. Uy, nayza bosh. Dodlar ko'rmaslik kerak. Aslahalik. Mik kirib oldim. Uydamisiz? Yo'q. Uyatdan qarab turibman. Uyga kiraymi? Kirdim. Sizni bilmadimmi? Lekin men kirdim. Hozir qamalib turibman. Jonim kam qoldi o'zi. Uxlang. Uni turgizib yuboring. Uxlang bo'ladi.
Bo'ldi, ketdik. Shunga Shunga chiqmay. qo'yadi bola odamimiz. Stani zo'rlab qo'yapti. Men ipimiz qaytib keldi. Bu mana o'ldirdim. Shuya bormi? Bu mana Bering, men itni o'rgatib kelaman. Menga bering. Meni bitta yeri o'lganami? Bilmayman, hozir nechta ketarkin bu. O'zi ham rosa uzoqlik bo'lib ketdi. Men ho'yatdagi itni agar menga o'rgansa ikkinchisini ham olib kelaman, sizga berasiz. Siz o'rgatasiz. Dasiz. Itlarni oldiga ketyapman. Siz qishloqda turib turavering. Siz men strelkamdan qarab kelasizda. Ha, yo'q, yo'lni bilaman. Ishqilib itlar ketib qolmagan bo'lsa, mashetlarda itlar bor edi. Bu yerda ko'p yuradi. Hozir ko'rdim. O, tutqush. O'rgataman, davay. Bitta tushdi. Bittadan bo'laveradi. Bittaga o'rganmashi ham mumkin. Bo'lardi, men bittadan o'rgatib olganman bir marta. Mena? Panda. Panda ham yo'q. Lekin anaqa yo'q panda. Ha, bu it topayım. Nima qishloq dedim. Jonim hozir. Ovqat yo'qmi uyda? Qishloqda bor. O'lganim yaxshi. Bir marta o'lib olasiz, joningiz to'ldirib oladi. Aytda lavali halinaqa. Men hali it topolmayapman. Ni? Ha? Bitta Suvdami? jonim to'ldi desiz. Meni jonim to'ldirmas. Men oq o'rmonga kelib qoldim o'zi istab. Bo'ldi, qayta oling. Ketdim. Bu menga katta g'or bor ekan. Temir kerakmi? Necha temir bo'lsa, olmas ekan. Mana, suvga tushib ketdi. Marbe bo'ling. Siz tutib strelkadan kelasizmi? Ha? Mana shu tarafda edi qishloq. Strelka ham shu taraf. Ha, uzoq. Yetlar dedi. Qishloq ham. Davay siz daraxt chopib turing. Nechta? Daraxt kerak emas yoki. Ha, yo'q, hozir shart emas. Nima qishloq? Nimaga anaqa chat ko'p narsa yozmayapsiz deganga chit. Ko'p ko'z yozish mumkin emas. U haqida video aniq olaman. Bundan keyingisi o'zim qishlog'im, undan keyingi shahar, undan keyingi chitlar bo'ladi. Bundan keyin albatta shahar chiqaraman deganlarga. Mana ot. Shahar chiqadi yaqinda. Bir kunda. Ha? Ot. Qani menda egar. Ha, ketam. Mana men oldimda tilib bor. Hozir turib oldim. Men qiz bola bo'lib turdim. Qiz bola bo'la? Ha, sizga skin o'tmayapti, o'chib qoldi shekilli. Yaxshi ishlamayapti shekilli. Sizga qiz bola bo'lib ko'rinyapman ekan. Men sizga xuddi aslida bo'lib turdim. Qani? Sizga xuddi. Men skin mod qilganim shekilli. Ketdim tepaga. O'tib kiryapman uyga. Uyga haligi joyga-da. Blok jichosh kerakmi? Sig'mayapti. Orqada eshik bor edi. Men ochdim. Bo'ldi, endi olib kirdim. Hoppa. Bo'ldi, endi biz otimiz ham bor. Qaychog'im. Men tochiq ekan o'lmaymiz. Ashta Bol haldan beri chiqib ketmay yuribdi-ku. Chiqib kirib yuribdi, jinnimo. It terdan aslaqa yasasa bo'ladi. Bilaman. Lekin biz normalniy yuribdik. Aniq topish kerak cho'n. Bitta ot. Bitta egar borda lekin. Mayli. Men metdan anaqa istayman. Bitta kerkasi olay. Men ketdim, uzoqlarga ketib o'lib kelaman. Nimaga? Narsarizdan yo'q bo'lasiz. Narsarizdan yo'q. Yo'q, hech holim yo'q.
Mayli. Ketqizib qilaymi? Men ikkita kirkasi olay desam bittaga yetarkan. Men ot qo'chyapti. Mana bu sindirish kerak. Bo'ldi. Bo'ldi. Masjiddan 6 ta blok sindirma yo'lim chiqib ketdim. Niye? Yo'q, men konga tushib ketdim, o'ldim. Metakan bor ekan. Endi qaytga bunga qanday tushamiz endi? Savolim shundan iborat sizga. Vetga qanday tushamiz endi? Birinchi yorug'lik kerak hozircha. O'ldim. Daldizga boryapman. Endi bu yoqqa suv terish kerak, paqir yasash kerak. Hozir paqir qanday yozib ko'ramiz. Vater yozib ko'raman. Hozir. Baliq odam ko'rsa qochadi lekin. Bermadi. Vater yozilib ketganda. Baliq o'ldiryapman. Anaqa yo'qmi? Maqaris. Men hech narsam yo'q. Hammasi konga ashib ko'p narsa tushib ketdi. Kreativdan olamizmi yoki? Nima qilamiz? Do'stlar, o'yinda Romlilarsiz o'ynayman. Bitta kreativdan olay. Mana bo'ldi suv. Oldim bu yerdan. Qoching. Usham. Blok. Bum bilan. Ama meni ham ash o'ldirib qo'ydi demakda. Maki. Ke. Bu yoqqa kelishdi qo'yapman. Naydot yarimta yo'q qoch. Hozir shu narsalarni olib o'yin tugataman. Endi eplab o'tibsam bo'lgani. Narsalarni olib yurib ketaman. Bu qismlar tugadi. Keyingi qismda meni qishlog'imni kutib olasizlar. Yaqinda chiqib qoladi. Bu ham bir kun yoki shu kunda o'zida ham chiqishimiz mumkin. Bo'pti, olib mas shu suvni qo'yib bilan tugatay. Zerikib ketdi Imron Bey. Men ham zerikib ketdim. Xo'sh. Opa. Bo'ldi.